Assalomu alaykum do'stlar. Boshlang'ichlar uchun olib borayotgan Soul Tango darsimizni davomini boshlaymiz. Bugun ikkinchi mavzuni boshlagan bo'lamiz. Hop, ikkinchi mavzuni nomi Igonin Moyeo. Ya'ni bu nima, bu narsa nima degan mavzu ekan. Hop, bizda birinchi navbatda mavzuga kirishdan oldin so'z boylik berib o'tiladi. O'tgan darsimizdagidek bir xil ketadi. Ya'ni birinchi so'z boylik, keyin grammatika, keyin mashqlar. Hop, lug'atga e'tibor beramiz. Tarjima qilib ketaman birma-bir. Hop, bu yerda birinchi mashqda nima deyapti? Almajin tanavrul yongo'rasi. Ya'ni to'g'ri keladigan so'zni bog'lang, ya'ni ulang deb ketyapti bu yerda. Hop, bu yerda cheksang. Cheksang degani parta degani. Masalan, partaga chizasiz. Ija degani stul degani, uni stulga chizasiz. Chek degani kitob degani. Qolganini o'zingiz chizib ketasiz. Man shunchaki tarjima qilib ketaman. Chek kitob, ko'ngchek degani daftar degani, polpen degani ruchka, yompil qalam, kabang degani sumka degani, chiuga degani o'chirg'ich degani. Mana misol uchun bunda o'chirg'ichni chizib qo'yibdi o'zi. Uh, Bizga kansellariyaga oid so'zlar. Keyingi mashqda nima deyapti? Pinkani almajin tanori sise, ya'ni katakka mos keladigan so'zni yozing deyapti. Mana bu yerda kameraga aytganimda yozgan. Kamerada o'zi yozib qo'ygan, mana kamerani oldiga. Ya'ni kamera degani. Birma bir tarjima qilib ketamiz. Shigia degani soat degani. Shigia soat, mana katta soat degani. Qo'l soat boshqacha aytiladi. Moja degani bosh kiyim. Usan soyabon, Shinmin degani gazeta, kamera. Sajon degani lug'at degani. Lug'at. Angyong degani ko'zoynak degani. Ko'zoynak. Huydepon degani qo'l telefon. Ko'zoynak bu yerda oddiy ko'zoynak, ya'ni quyoshdan saqlovchi boshqa ma'noda keladi u. Bu oddiy ko'zoynak degan ma'noda keladi. Hop, bu lug'atlarni ham tarjima qildik. Endi bizda birinchi grammatika berib ketyapti. Birinchi grammatikani ko'rib ketamiz. Bizda n belgi kelyapti. O'tgan darsimizda aytdik. N belgisi nima edi? N, ya'ni noun, ya'ni ingliz tilida noun deyiladi. Ot. Demak, bu grammatika ham otga qo'shiladi degan. Keyin yana o'tgan darsimizda o'tdik. Nima o'tdik? Iga animnida degan grammatikani o'tdik, to'g'rimi? Iga animnida, ya'ni inkoriy shakl, otlarning inkoriy shakli. Ana shunda biz i'ni nima qiluvdik? Undoshligi, ya'ni oxiri undosh bilan tugaydigan so'zligi qo'llagandik. Gani, ya'ni oxiri unli bilan tugaydigan so'zligi qo'llagan edik. Bu yerdan xuddi shu qonuniyat ishlaydi. Ya'ni i undoshligi, ga unliligi. Mana shu narsani o'rganib olsak, ya'ni karis tilining yakunlanishigacha shu bir xillikda ketadi. Ya'ni otga qo'shiladigan iga keldimi gap boshida, doim bilingki i undoshli, ga unliki bo'ladi. Mana shu qonuniyat oxirigacha bo'ladi. Shuning uchun boshidan boshlab mana shu narsalarga e'tibor berib ketsak, keyingi o'rta daraja, yuqori darajada o'rganishda qiyinchilik bo'lmaydi. Bu grammatikaga qanaqa grammatikaligini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hop, otga qo'shilar ekan i hamda ga issoyo opsoyo degan ekan. Iga issoyo opsoyo. Opsoyo. Hop, bu yerda issoyo so'zi bor degan ma'noda keladi. Opsoyo degani yo'q degan ma'noda keladi. Issoyo bor, opsoyo yo'q degan ma'noda keladi. Yo'q, yo'q degan ma'nolarga keladi. Hop, birorta bir buyum yoki mahsulotda sizda bor yo'qligi aytasiz. Misol uchun, puling bormi desa, yo'q, meni pulim yo'q, deb aytasiz. Kitobing bormi? Yo'q, kitobim yo'q. Ruchkang bormi? Berib tur deysiz. Mana yoki ruchkam yo'q deb aytasiz. Ya'ni birorta bir buyum yoki mahsulotda, ya'ni jamiki ot so'z turkumlari, ya'ni bor yo'qligida ishlatiladi. Bor hamda yo'q degan ma'nolarda keladi. Misol uchun eng mashhur narsalardan Toni Isoya puling bormi degani. Nimaga i qo'llayamiz? Chunki tonda, ya'ni
undosh bilan tugalligi uchun biz i'ni qo'llaymiz. Shunda Toni Issoyo puling bormi degani aniyo opsoyo deysiz, ya'ni yo'q degan ma'noda keladi. Opsoyo deb qisqa shakl javob bersangiz ham bo'ladi. Hop, ya'ni kundalik hayotda gaplashishga e'tibor beradigan bo'lsak, Toni Issoyo deb sizga aytdi, puling bormi? Pulingiz bormi dedi. Yo'q, pulim yo'q deb o'tirishingiz shart emas. Masalan, Toni opsoyo deb yana qaytadan. Ya'ni shunchaki opsoyo deb turib javob, qisqa shaklda javob bersangiz ham bo'ladi. Keyin kundalik hayotda gaplashyapganman, igali ham yo'qolib ketadi. Ko'rish tilingiz oshadi-yu. Toni soyo deysiz. Toni i'ni tashlab ketadi. Igani qo'shib aytmaydi. Ya'ni kundalik hayotda gaplashishda. Lekin siz mana bu shaklni o'rganib oling birinchi navbatda. Keyinchalik ko'rish tili darajangiz oshganda o'zi so'zlar qisqarib, grammatika ham yo'qolib boradi. Hop. Ya'ni eng mashhur savollardan misol uchun yoja chinguga issayo. Ya'ni yaxshi ko'rgan qizingiz bormi deyapti. Mana pastga misol beribdi. Yoja chinguga issayo yoki namja chinguga issayo, ya'ni yaxshi ko'rgan yigitingiz bormi degan ma'noda keladi. Bor yoki ha desa ketsa bo'ladi. Hop, bunga ko'plab misol bo'ladi. Juda ham oddiy, sodda grammatika. Misol uchun nima desa bo'ladi? Chegi opsoyo, kitobim yo'q. Eng sodda misollarda. Unaqa qiyin joyi yo'q. Ham savolni ham javobni ishlasak bo'ladi. O'ylaymanki hamma tushundi. Endi biz namunalar, misollarga e'tibor bersak bo'ladi. Hop, doim ta'kidlab aytib o'tganimdek, audioni eshitish kerak. Mana track 20. Nima deyapti? Usani issoyo, soyaboningiz bormi deyapti. Aniyo opsoyo, yo'q degan ma'noda keladi. Mana bu namunada namja chinguga issoyo degani yaxshi ko'rgan yigitim bor deyapti. Ya'ni boyfriendim bor deyapti. Namja chinguga opsoyo, ya'ni yigitim yo'q degan ma'noda keladi. Opsoyosi yo'q degan ma'noda. Hop, keyingi namunani e'tibor beradigan bo'lsak, bizda Usani issoyo, soyabon bor. Soyabon bor. Usani opsoyo, soyabon yo'q. Juda ham oddiy. Hop, keyingisi mana. Tongjon issayo, ne issayo debdi. Endi e'tibor bersangiz mana i'ga tushibdi mana bu yerda yo'q. Ya'ni i'ga gapirayotganingiz i'gani tashlab gapirsangiz ham xato bo'lmaydi. Chunki ular qisqa qilib gapirishadi kundalik hayotda. Tongjon issayo, tongjon issayo debdi. Ya'ni tanga bormi deyapti. Tangam bormi deyapti. Yo'q, ha bor deyapti. Mana bu yerda bizga misollar, so'zlar berib ketgan, biz tarjima qilib ketishimiz kerak. Cha degani bu yerda choy degan ma'noda keladi. Mashina degan ma'noda keladi bu yerda. Cha, mashina. Videopon degani telefon, ya'ni qo'l telefon degan ma'noda. Hangugo sajon degani koreys tili lug'ati degan ma'noda. Hanguk chingu degani koreys do'sti. Misol uchun hanguk chinguga issayo, koreys do'stingiz bormi deb turib savol beryapganda. Ne issayo, ha boridir. Qisqa shaklda, ya'ni ne hanguk chinguga issayo, ha koreys do'stim bor deb turib, ya'ni boshidan gapirish shart emas. Qisqagina ne issayo, ha bor yoki ani opsa yo'q degan ma'noda keladi. Shu narsalarni e'tibor etishimiz kerak. Namja chingu, yoja chingu hozir aytib o'tdik. Namja chingu yigiti, yoja chingu yaxshi ko'rgan qizsi degan ma'noda keladi. Mana bu yerda biz ingliz tili tarjimalab bergan. Mana namjinga boyfriend, tongjon degan tanga degani, cha mashina, hangugo koreys tili, chingu do'st, yoki chingu girlfriend. Shunaqa ma'nolarda keladi. Hop, bizda ikkinchi grammatika bor. Grammatikani misol eshitishdan oldin audiosini eshitish tavsiya etiladi. 21 audio. Hop, bizda keyingi grammatikamiz igonin, kigonin, chogonin hamda iyeyo, yeyo. Sizlar bilan mana bu shakl o'tgandiga iyeyo, yeyo. Bu qanaqa grammatika edi? Ya'ni otlarga qo'shilib, gapni oxirida keladi. Gapni oxirida darak yoki so'roq gaplar qo'shiladi degan edik. Demak, bu oxirida keladi. Shuning uchun oxirida beryapti. Boshiga mana buni beryapti deb buni oxirida beryapti. Chunki iyeyo, yeyo gapni oxirida keladi. Hech qachon o'rtasida kelmaydi.
Hop, bu qanaqa grammatikani ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop, birinchisi igonin, keyingisi kugonin, oxirgisi chogonin. Igonin degani bu, ya'ni bu narsa degani. Ya'ni ko'rsatkich olmoshlarini hisoblaydi. Bu narsa, u narsa, ana u narsa boru deymizu. Kugonin degani u narsa degani. Chogonin degani ana u degani, uzoqdagi narsalar ko'rsatganda. Ana u narsa. Oddiy grammatikalar. Shunaqa oddiy tarjima qilib aytsangiz ham bo'ladi. Misolcha aytishingiz mumkin. Igonin moyayo deb turib savol beradi. Eng ko'p savol beradiganlardan. Bu nima degani? Ya'ni bu narsa nima? Bu nima degani? Siz aytasiz. Igonin chegiyeyo deb aytishingiz mumkin. Bu kitob deb turib. Yoki qisqa shakli chegiyeyo deb turib aytsangiz bo'ladi. Ya'ni igonin deb turib, ya'ni siz qaytadan boshidan aytishingiz shart emas. Chegiyeyo deb aytib ketsangiz bo'ldi. Hop, e'tibor bersangiz biz gap oxirida nima ishlatyapmiz? Iyeyo, yeyo ishlatyapmiz. Mana bu hozirgi mana bu aytib o'tganimda, ya'ni gap oxirida iyeyo, yeyo keladi degani mana shu edi. Hop, ya'ni chogonin degani ana u narsa degani. Chogonin moyeyo. Ana u narsa nima? Ya'ni uzoqdagi narsani ko'rsatyapti. Chogonin moyeyo. Aytishingiz mumkin. Biror bir narsani aytishingiz mumkin. Shigeyo, ya'ni soat degani. Hozirgi yodlagan so'zlarimizda qo'llalikda. Shigeyo. 어, 그거는, 그거는 뭐예요? U narsa nima? Ya'ni yaqinda narsalar ishlatamiz. 그거는 뭐예요? Aytishingiz mumkin. Ha, endi bu safar javob shaklida ham 그거는 ishlataylikda. 그거는 책상이에요. U parda. 책상. 책상이에요. Mana undoshga iyeyo kelyapti. 그거는 deb gap boshlasangiz ham xato bo'lmaydi, lekin qisqa shaklida kikonin deb turib javob berishda chagonin deb o'tirmaysizda. Lekin hech kim sizdan so'ramagan taqdirda gapirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingiz gap boshlab parta deyormasiz. Ana u narsa parta deysiz. Agar sizdan savol so'rasa, ana u narsa nima deb so'rasa, siz qisqa shaklda parta deyishingiz mumkin. Chunki u sizdan so'rayapti, ko'rsatyapti. Shuning uchun ya'ni yana boshidan mana u narsa deb aytishingiz shart emas. Lekin sizdan hech kim so'ramasa, ana u narsa parta deb aytishingiz kerak. Chunki o'ylab ko'ringda, hech kim sizdan so'ramadi, parta deyordingiz. Kim nima deyotganingizni hech kim tushunmayapti. Ya'ni sizni nimanidir ko'rsatayotganingizni bildirish uchun bu narsa, u narsa, ana u narsa deganini qo'shib ketish afzalroq. Shuni unutmaymiz. Biz misollarga yuzlanamiz. Hop, mana igonin moyeyo. Bu narsa nima deyapti? Sajoniyeyo, lug'at deyapti. Hop, keyingi misollarga qaraydigan bo'lsak. Igonin moyeyo. Bu narsa nima deyapti? Sajoniyeyo, lug'at. Kugonin moyeyo. U nima deyapti? Ya'ni sajoniyeyo, lug'at deyapti. E'tibor bering oraliq masofani mana. Yaqinda narsalar ko'rsatishda sal uzoqdagi masofada ko'rsatkichlarga kugonin hamda chogonin nima bo'ladi? Anavi, ya'ni uzoqdagi narsalarni ko'rsatishda ishlatamiz. Mana uzoqda ko'rsatyapti. Chogonin moyayu, anavi narsa nima deyapti? Sajoneya lug'at, endi mana uzoqroqda. Oddiy grammatikalar boshlang'ich. Misolcha mana bu yerdan misollar berib ketgan. Igonin mo'jayeyo. Bu, ya'ni bu narsa bosh kiyim. Chogonin changmuniyeyo. Anavi narsa deraza. Hmm. Kugonin hanguk chidoyeyo. Anavi narsa yoki anavi Koreya xaritasimi deyapti. Aniyo yong'u chidoyeyo. Yo'q. Angliya xaritasi deyapti. Mana bu yerda bizda so'zda berib ketgan pastida. Mo degani nima degani? Changmun deraza. Chido degani xarita degan ma'noda keladi. Lug'atlarni yodlab ketamiz. Shart emas. Hop, bizda dialog birinchi, ya'ni maragi birinchi qismi. Ya'ni
har bitta maragini eshitishimizdan oldin biz nima qilamiz? Audiosini eshitamiz. Hop, Steban bilan Jimonining suhbati ekan. Steban nima deyapti? Chonja sajon issayo e, elektron lug'at bormi? Deyapti, savol beryapti. Ko'rasan, iga tushib ketgan. Ani opsa yo'q deb. Igonin hangugoro moyeyo. Bu, ya'ni bu narsa koreys tilida nima deyiladi deyapti. Nima deyapti? Chayeyo, ya'ni chizg'ich deyapti. Chogonin yompiriyeyo. Ana u narsa qalammi deb. Anyo polpeniyeyo. Yo'q, ruchka deyapti. E'tibor bering, mana opsoyoni talaffuzida mana opsoyo s ikkitalik s deb talaffuz beryapti. Talaffuzlarni o'rganib ketamiz. Opsoyodan bitta samiz, opsoyasi ikkita sara talaffuz beradi, misol cho'zib. Hop, mana bu yerda bizda lug'at beryapti. Chonja sajon degani elektron lug'at, hangugoro degani koreys tilida. Misol uchun, igonin hangugoro moyeyo, chogonin hangugoro moyeyo, kugonin hangugoro moyeyo. Ya'ni bu narsa koreys tilida nima, ana bu narsa koreys tilida nima deyiladi tur ma'noda. Cha degani chizg'ich degani, piltong degani qalamdon, chapchi degani jurnal, chigab degani hamyon degani. Hop, mana bu yergacha biz birinchi qism, ya'ni ikkinchi darsimizni yarmini ko'rib chiqdik, ya'ni birinchi qismini ko'rib chiqdik. Audioni eshitamiz. Keyin har bitta mavzuni o'tib bo'lganimizdan keyin biz nima qilishimiz kerak? Workbookda mana shu mashqlarni qilishimiz shart. Workbook sizni so'z boyligingizni, grammatikagingizni mustahkamlash uchun vazifa. Mana bu yerda siz dars boshida yodlagan so'zlaringizni yozasiz. Mana bu yerda yana yodlagan so'zlaringizni belgilaysiz. O'zi namuna berib qo'ygan, shu namunadek bajarsangiz bo'ldi. Misol uchun, kitob beryapti, mana bunday. Igo chegiyeyo. Bu kitobmi deb. Ne chegiyeyo. Hop, endi mana bu yer bir narsa o'rgatib ketaman. Hozir biz igonin, kigonin, chogonin o'tdik-ku. Igonin, kigonin hamda chogonin. Ana u narsa. Kundalik hayotda suhbatlashishda biz iga issayoda igani olib tashladik-ku, oddiy issayo opsayo qilib. Bunda ham nap desangiz bo'ladi. Kundalik hayotda gapirayotganda kitobiy qilib gapirish shart emas. Chogo. Chogo degan ana u narsa degan. Mana. Misol uchun mana bu yerda xuddi shuni aytyapti-da. Igo chegiyeyo. Bu kitobmi debdi. Ne chegiyeyo? Ha, kitob deyapti. Tushunarli? Innini olib tashlasangiz bo'ladi, ya'ni ninni olib tashlasangiz bo'ladi. Asli bu grammatika kelib chiqishi mana bu bo'lgan. Eng adabiy shakli mana. Igosin bo'lgan. God, ya'ni God degani narsa degani. God qisqa shakli go degani. O'ta qisqartirilgan, misol uchun. Mana boshdan yozaylik. Asli manda bo'lgan. Igosin, keyin bu qisqarib igonin bo'lgan, yana qisqarib igo bo'lgan. Tushunarli? Mana bundan xuddi shunaqa. Mana bu shakllarni o'rganib ketaylikda boshida. Shunda ikkilanmaymiz. Ya'ni boshqa shakl kelsa ikkilanib qolmaysiz. Kgosin, kgonin hamda kgo. Eng qisqa shakli. Mana bundan xuddi shunaqa. Chogosin, chogo, chogoninida bu. Chogonin hamda chogo. Ha, bu nimaga unaqa ko'payib ketgan deydigan bo'lsak, biz gapirishda mana bu eng oxirida igo, kugo, chogo deb gapiramiz, lekin ertaga matnda narsa yozishda mana bu shakl ishlatamiz. Igosin, kugosin, chogosinlarni ishlatamiz. Ya'ni rasmiy tilini ishlatamiz. Ya'ni adabiy tilini yozish ishlatamiz. Shu tomoni bor. Shular o'rganib ketiladi. Tushunarli? Mana bu yerda innin yo'qligiga e'tibor bermang. Hozir aytib o'tganimdek. Hop, bu yerda iga, issoyo, opsoyoga mashqlar bor. Mana pastda mashqlarni qilamiz. Buni pastda bizda shu yergacha ekan birinchi qismniki.
Mashqlarni qilamiz. Workbook sizni o'stiradi. Shuning uchun workbookga bajarishni unutmaymiz. Audiolarni eshitib mashqlarga qilamiz. Bugungi ikkinchi mavzuni birinchi qismi shu yergacha edi. Kelasi darsda ko'rishguncha.